Hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlar. Bugun 2025-yil 25-iyun Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani Kon O'rik bozoridan syomkamizni davom ettiryapmiz. Barga qanchadan? Barga. Nech pul? 25 dan beraman. 25 dan beraman. Qo'shiladigan joy yo'q. Nech pul bo'lyapti? Qanchaga bordi? 21 ming. 21 ming baho qilibdi. Nech pul Suqon O'rik? 50 ming so'm deyapti. Eng zo'ri 50 ming so'm deyapti. Ularchi? 50 ming. 50 mingga chiqib ketdi. Suqonning yaxshisi. Bu namuna shundan bor. Mana namunaga olib kelibdi, 20 ming so'm baho etyapti. Bor ekan. Bermadim. 20 ming so'mga bermabdi. Suqoni qancha? Qancha? Suqon O'rik. Pasaya tushaman, bilasizmi? 30 ming. O'riklar anchagina ko'tarilib qolibdi narxi. Qancha deyapsiz? Qancha? Buni 50 ming kabi bor. 50 ming so'm kabi bor, yaxshi. Narxlar anchagina tik ekan. Ustalar ishlayotgan ekan. Qanchadan o'riklar? Sizkimi? Nech pul Suqoni? 30 ming aka. 30 ming kam bor deyapti. Shu qishlog'ini O'sha bozorda ukamiz aka yo'lda yeb ketasiz deb turishni beryaptilar. Qancha o'riyda. Bu qancha anaqamizni shifobaxsh bu. Ko'pchilik buni bilmaydi. Bu yerdagi har bir turshiylar, har bir chaqimlar o'rik sharbatlari masjiddan chiqadi. O'zimizga qishloqdan chiqadi. Nima? Kelib shuni olsanglar, bu salomatga eng kerakli insonning yuragini quvvati mana shu yerda. Buni xalqimiz ko'pchilik bilishmaydi. Hammasi Nestle, haligi tabiiy nimalar ichishadi, iskustuniy. Bundan ko'rasa mana o'zimiz tabiatdan chiqqan, o'zimiz tabiatda yetishtirilgan mevalarni qadriga yetish kerak. Mehmondo'st xalqimiz. Albatta. Bilan joyda savob bozorlarni bersa hammalarni. Mana 30 ming so'm kam bor deyapti mana shu barglar. Mana buni sharbatlar bilan 2 ming kam bor. Mana sharbatlarni kilosi 2 ming. Sharbat. 10 ming sotildi mana. Qancha sotildi? 35. Qani bir ko'raylik. 35 ming ko'ravering aka. O, yumshoqqina quritibdi, qarang. 35 ming so'm. Yangi ekan-a? Yangi. Mayizda, mayizda. Oqpuloldan mayiz kelgan. Oqpulolda mayiz ekan. Qanchadan bu mayiz? Qancha? Narxi? Qancha? Aytavering. Husayninnikimi? Husayn o'zimniki. Ha, Husayni Damiskilardan mana mayiz bo'lar ekan, hurmatli o'rtalar. Kilosi qanchadan aytavering? 20 ming so'm baho etyapti. Mana Husayni Damiskini mayizlari mana. Hattoki Husayni Damiski, ya'ni kelin barmoq uzumlaridan ham mayiz bo'ladi, hurmatli o'rtoqlar. Nech pul Suqon O'rik? Qani egasi?
Oxirda qani edi? Nechi pul suqon o'ri? Yumshoqqina quritdi-da. 40 ming so'm. Shu belgimi? Shu belgi. O, zo'r-ku. Adaqayintida. Assalomu alaykum. Mana shu o'riydi 40 ming so'm baho aytyapsizmi? Juda ham yumshoq quritdi, yaxshigina. Hali qaynoq suvga solishni ham keragi yo'q-da, yumshoqqina quritdi. Zo'r quritib qo'yibdi. Qancha bu o'ri? O'riydi kilosi qancha? 50 ming so'm baho aytyapti. O'zi eng zo'r o'ri suqoni bo'lyapti hozir bozorda. Qantelar bilan bilgalikda. Qon o'ri qancha? 25 ming. 27 ming. Ayollarni gaplashyapti. 50 ming so'm kami bor ekan. Bozorda buzmaylik, narx past etib. Nech puldan? Egasi aynan kelyapti. Keling, narxini ayting, nech pul? 25 sotishim kerak edi. 25 ming so'm ekan. Qolganlari-chi? Ashlar aytyapti 25. Narigilar aytyapti. Ha, bular-chi? Bular qancha? 15 ming 16 ming sotilishi kerak. Qancha? 15 ming 16 ming sotilishi. 15 ming 16 ming. YouTube'ga chiqarasizmi deyman. Manga oling dedi. Sırça gezge ettiğin yüzüge. Qancha kilosi? 32 ming. Nech pul kilosi? Buni 39 ming qilishyapti hozir. 39 mingga bermayapsiz. Nech pul deyapsiz? 42 ming bo'lishi. Juda ham chiroyli ishlanibdi-da o'zi ham. Bular qanchadan? Ular 16 ming qilishdi. 16 ming qilishdi. Qanchaga berib yuborasiz? 8 10 yil. Misol meydarog'i nech pul bu? Egasi haqida bilmayman qancha ekanini. U yaptigilar. Büyük oldu. Aslında uşattı. Bu bo'yka o'ringlar qanchadan? 20 ming. 20 ming so'mdan sotildi. Nariga qantelarni ham so'raylik. Qante o'ring qancha bu? 15 dan bular. 15 ming so'm. Qancha ekan bu qante o'ring? Qancha? Qancha? Qante? 26 ming so'm. Bankadanglar qanaqa o'ring? Qante, qancha vash bitta bankasi? Qancha bor bu yerda? 1 kilo 400 gram 60 ming so'm baho etilyapti. Yaqin 40 mingga yaqin borib qoladi. Qantaydi zo'r ekan. Mana shu qancha o'raydi? Narxi qancha? 42 ming sotilibdi mana qaranglar u. Yaxshi. Qantaydi zo'r ekan. 30 ming so'mga suqoni o'ray. Bu ham qancha o'raymi? Bular eski qandaylar? Eski, o'tgan yilgi qancha? Qancha? 15 ming so'm. Bular 10 mingdan. Qancha edi? Bargayi qancha ekan? 25 ming. 25 ming so'mga qancha o'raydi barga qilib chiqibdi. 25 ming so'm baho etyapti. Bo'lyapsizlar. Rahmat. Anjirni qoq nimasimi? Anjir qoq, ashitda shadasi 10 ming. Shadasi 10 ming. Aha. Yaxshi. Qancha barga? 15 ming qilishyapti. 15 ming qilishyapti. Qancha deyapsiz? 20. 20 ming so'm baho etyapti. 15 ming so'm so'rashibdi.
Hurmatli o'rtoqlar, mana O'riy bozoridan reportaj bo'ldi. Mana shu O'riy bozorining yonida mol bozori bor. Endi bundan buyog'iga shanba kuni ham mol bozori bo'lar ekan. 3 oygacha cheki bepul ekan kirish shanba kuni. Chorshanba hamda shanba kuni bo'ladi. Shuni e'lon qilib qo'ying deyishgan edi. Mana O'riy bozorida bo'lsa ham e'lon qilib qo'yapman. Shunday yonginasi nari tomoni, devorli tomoni mol bozori. Shanba kuni ham davom etar ekan. 3 oygacha mol olib kirish bepul ekan. Chek sotilmas ekan har shanba kuni. Chorshanba kuni ham bo'ladi, hamda shanba kuni ham. Hurmatli o'rtoqlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat.